Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndə diqqətli xəbərlərimizin təfsilatı bo'lsin. Xitoy Tağırtaq xəbər to'rining 2 ayının 23 gündəki xəbərdə bildirilishicha, Xitoy hökuməti yaqında atalmış Şinjan Avtonom rayonluq xalq hökuməti baş işxanası və Avtonom rayonluq Savdo ministerlik tərəfindən tuzilgan 2023-2026 yillik Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq yangi tamojna qurilish planini e'lon qilgan va yo'l qo'ygan. Bu Xitoy davlatining tunji bo'lib e'lon qilgan atalmış bir port, bir siyosatni asos qilgan yangi tamojna qurilish plani ekan. Xitoyning bu planiga asosan bu qurilish 2026 yilning oxirida rasmiy tamomlanib, yuk tashish miqdorini hozirgidan bir qatlab 100 million tonnaga yetkazdi. Ziyoratchilarning chegaradan kirish chiqish qatim soni hozirgidan 60% yuqori ko'tarilib, 8 million ziyoratchiga yetkazish planlangan. Xitoy bu yangi planda hozirgi bor bo'lgan tamojnalarni texnik kengaytib, Aqchi noyasidagi Badariy chegara eg'izining sirtqi ichib etilishini yo'l qo'yib, Qo'njirab tamojnasining yil bo'yi ichib etilishini ilgari surib, hamda cho'chakdagi Baxtu temir yo'l tamojnasi va Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l tamojnalarining doimliq ichib etilishini kafolatga qildiganligini o'tirib qo'ygan. Yana uningdan boshqa Aydurum tipidagi xalqaro ashyo obort markaziy tamojna qurilishini kengaytib, Urumchi Avasiya tamojnasini markaz qilgan g'arbga chib etilgan Avasiya Ipak yo'lining Avasiya yangi tamojnasini qurishni plan qilgan. Xitoy bu orqali Sharq Turkistonga qo'shni davlatlar bilan chegara eg'izlarini o'zaro tutashtirib, bu afzal sharoitlardan texnik unumli foydalanib, bu chegara rayonlardan yuk va ziyoratchilarning o'tish unumini birlikda kengaytmoqchi ekanligini bildirgan. Xitoy Tağırtaq xabar to'rining 23 fevraldagi xabarda deyilishicha, 2 ayning 22 kuni atalmış Avtonom rayonluq xalq hökuməti uçur işxanası, Xitoy Palla Akademiyasi, Şinjan şöbəsinin 2023 yildagi fan texnik muvaffaqiyatli axborot e'lon qilish yig'inida QTT deb atalgan radio teleskopi tür qurilishi Sharqiy Turkistonning Sanji rayoni Kochung noyasida qurilgan bo'lib, bu qurilish umum jihatdan o'ngishli ilgarilayotgan bo'lib, mo'ljallanishcha 2028 yili tamomlanib, ishlatishga kirishtirilganligini bildirgan. Xitoyning deyishicha, QTT radio teleskopi Xitoyning davlat xazinasi bo'lish sifati bilan Xitoy davlatining atalmış Şinjandagi tunji cho'ng ilmiy tadqiqot ul aslaha turi bo'lib, o'rin jihatda dunyo darajalik kuzatish o'rniga ega qurilishlardan biri bo'lib hisoblanadi ekan. Bu teleskopning diametri 110 metr bo'lib, yo'tkilishchan alohidalikka ega ekan. Teleskopning sezgirligi intayin yuqori bo'lib, fan texnik jihatda dunyoviy oldingi qatorda turadigan umumiy iqtidorli radio teleskopi hisoblanadi ekan. Bu tür asosli nur qaytarg'ish va darajadan tashqari keng balvoqliq sonliq ma'lumot qabul qilish texnikasini ishlatib, yuqori aniqlikka yadroliq uchur yo'llash texnikasi orqali teleskopning iqtidorini kuchli kuzatish, o'lchash va moslashtirish rolini amalga oshirdi ekan. Radio teleskop qurilishi tamomlangandan keyin dunyodagi eng cho'ng va eng to'g'ri yo'nalishlik yo'tkilishchan radio teleskopi o'rnini olib, bu teleskop orqali dunyoning tortish kuchi to'lqini va qora o'nkir qatorliq sohalarni tekshirish uchun dunyoviy kuzatish supasiga aylandi ekan. Bu orqali osmon jismlari va hayotlikning kelib chiqishi, radio astronomiya va astronomiyalik geodinamikning cho'nqur taraqqiyotiga zo'r ta'sir qo'shadi ekan. U yana Xitoyning olam texnikasini taraqqiy qildirish va strategik vazifalarni amaliyleştirishda zarur bo'lgan rollarni o'ynaydi ekan. Radio teleskop qurilishining tamomlanishi Xitoyning olam kemasi aniq orbitasini aniqlash va sonliq ma'lumotlarni qabul qilish va yetkazish qatorliq raqobat kuchiga ega fan texnik sohalarida dunyoviy kuchli davlatlar bilan raqobatlasha oladi ekan. U kelgusida Xitoy olam bo'shlig'i faoliyatiga zo'r to'p bilan qo'shilgan bo'lib, masalan, oy charlash turlari, Mars, kichik sayyoralar va quyosh sistemasi qatorliqlarni kuchli texnikalik tekshirish yordami bilan ta'minlaydi ekan. Xabarlarimizga ko'ngilliq rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.